Agar armaturani uzib olsa, bitta like bilan podpiskani bosib keting jigar, xudo xolasa. O'zbekistonning ustalarini ham butun dunyo ko'raversin. Inshaalloh foydasi bor. Hozir kommentariyada bundan oldin videomizda juda negativ yozishibdi. Turbani uzolmagan, turban qizdirilgan deyishibdi. Mana armatura hech qanaqa qizimagan mana. Mana butun armatura mana. Xudo xolasa hozir uzib ko'rsatamiz. Qani? Kamerani yaqinroq. Ya aytgancha, agar armaturani uzib olsa, bitta like bilan podpiskani bosib keting jigar, xudo xolasa. O'zbekistonning ustalarini ham butun dunyo ko'raversin. Inshaalloh foydasi bor. Qani bismillah. Ketdi. Mana. Bolta mana churq degan yo'q. Ba'zi bir xo'stob akalarimiz kommentariyaga kelib yozadi, endi molda aytib suvay qattiqroq deb, endi armaturachalik qattiq suvay bo'lmasa kerak. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmati bor, xudo xolasa. Boltamiz narxi 300 ming so'm.